Garang o'ynashni bilmaydi. Bo'yda mirsam ko'zimni qisaman. Qanaqa sheriksan? Sendan yaxshi o'ynayapman. Qaysi sport o'ynaysan? Birga bir o'ynaysan, o'yin tika olasanmi? Kim o'ynaymiz? Qo'y, yutqizasan. Kes sport o'ynaysanmi? Duxing yetmaydi. Rahmat aka. Va mehriboncha. Bunga pul berman, bu mashinik bu. Unaqa bo'lsa kerak, Kes sport o'ynaysanmi? O'yinda o'ynaysanmi? Sport o'ynaysan bu nogiron emas bu. Yo'q, Yo, kes sport mana ishonmaysan. Kes sport. Pangs. Men bo'lishi. Rostdan ekan bu. Ya'ni akani qarab figurani yomon chiqasizmi? U qo'ldan chiqargan ichki ximikat shunday. U qo'lmas, u jinni bo'lma. Sport o'ynaysanmi? U qo'ldan chiqargan. O'yinda o'ynaysanmi? Sport o'ynay. Ichi pok buni. Pok buni ichi mana ishonmasang qarab, pok. Hamma joyi pok. Что-то не то? Что-то кто? U qo'lmasmikan? O'ziniki-ku. Aka bu qo'lmi bu ko'valdami? Mana bola, mana mashq qizda, mana qara. Qara oydekkina. Yo, men bu qizga uylanmayman. Voy, nega? Bu 3ta 4tasi bilan yurgan o'zi ko'zim bilan ko'rdim. Yurmagan. Sport o'ynaysizmi? Mana shu tillashda o'ynaysizmi? Voy, o'ynayman, sport o'ynaysanmi? O'ynaysizmi? O'ynayman. Davay, o'ynaysiz. Tan oling, yurgan kishisiz, ayting, mujik bo'y. Remontadami? Mana shu sifat kuchingiz zo'r chiqyapti, ha? Trendda bu hozir. Shu Dubayda chiqyapti. Yo'q, o'zimiz Toshkentda blogerlar reklama qilyapti-ku. Sport o'ynaysanmi? Dubayda chiqyapti. Mashinangdan o'ynaysanmi, mujik? Sport o'ynama, zavod. Davay, o'yna, mujik bu. Qo'y, sportlashma. Kes ham o'ynaysanmi? O'yinda o'ynaysanmi? Sen aralashma, tushundingmi? Qaysi biring duxing yetadi? O'ynaysanmi sport? Bobur, yaxshimisan? Ya, assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yumsanmi? Sportlashib? Yo'q, Mana qara. Mana sporlashishlaring bor-ku, bir kun boshing deydi. To'g'ri aytasiz aka. Qaytib sport o'ynaganim bo'lsin. Sen aytaverasan ham qaytaverasan ham. Sport o'ynaysizmi, qaytib o'ynamayman? Sport o'ynaysizmi? Uyingizda o'ynaysizmi? Yo, mujikmisiz? Qo'yate! Hey! O'ladi. O'g'lim yaxshimisan? Assalomu alaykum. Men sen haqingda bitta haqiqatni bilaman. Qanaqa haqiqat? Juda ham zarur haqiqat, buni bilishing kerak. Anchadan beri aytaman deb seni qidirib yurgandim. Bugun mana Marurda ekan. Ha, bo'pti, ayting, nima haqiqat? Hozir ayta olmayman. Agar iloji bo'lsa bitta suv olib bersang, o'sha suvni ichib aytib beraman. Yuring, Olib olasanmi? Ha, yur. Aytasizmi siz? Aytaman. O'g'lim, rahmat suv uchun. Sog' bo'ling, amaki, endi haqiqatni ayting, ichim qizib ketdi-man. Shoshma. Xullas, sifati mana shunaqa pecheniyasi juda ham yaxshi ko'raman. Hozir bu trendda o'g'irlab chiqqan, shuni pulini to'lab chiqqan. Yana 10 ta olib chiqqan, haqiqatni aniq aytaman. Shu qilib olib bersam, aytasizmi haqiqat? Aytaman. Hammasini aytasiz lekin. Vobshe zo'r haqiqat lekin. Bo'ldi, to'lab chiqaman. Mana amaki sifat shirinligidan 10 pachka, bo'ldimi? Rahmat. Endi ayting haqiqatni, seryozni bilishim kerak. Aytgim kelyapti lekin ko'chada aytmay. Mana qara, soat kechqurun 12:20larda menga telefon qil, men haqiqat telefonda aytaman. Nomerimni yozib ol. Hozir aytavering. 95lik, red. 998. Allo. Amaki soat 12:20 bo'ldi. Nima bo'ldi haqiqat? Senga shunchalik kerakmish haqiqat? Ha. Mana qara, haqiqat shuki. G'ir chumoy ekansan, davay ishingni qil. Shuni aytmoqchimisiz haqiqat deb? Shu. Ha, uni bilaman-ku o'zim. Bilarmiding? Ha? Bilsang nima indamading o'zingga? Endi men nima deyman? Qanday aytaman sizga? Tasavvur qiling, men misol uchun amaki, men ana chumoman demayman-ku.